Hörmətli kitab anlaş salonundakı barlıq dostlar, bu qitimliq kitab oquşumuzda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Abduvəli Ayubning Toğluq Tümürxan namlıq romanını oquyumuz. Həmminglarning yoqtirib anglashini umid qilaman. Muqaddimə 1-ci bətdən başlandı. Toşqan yelidagi ahonatlik bitim. Uyingga o't ketsa, o'zingning chirig'idan ko'r. Uyg'ur xalq aqliya so'zlardan. Miladiya 1314-yili qish. Moğollarning buyuk xoni Börjigin Ayur Bahodir bola bilan Chag'atay xoni Esan Bug'axon o'tirsidagi tunji qitimliq urush Dalvi iyining 1-kuni atdiganda boshlandi. Urushning dastlabida Chag'atay xoni Esan Bug'axon yengilib qilishi mumkin. Chunki bu qitimqi urush xonbaliq lashkarlari qo'zg'agan urush bo'lg'achqa Chag'atay xoni lashkarlarining zarba yeb qilishi turgan gap deb o'yladi. Chunki Chag'atay lashkarlari hujum qilishga chaqqan bo'lgani bilan mudofaaga ojiz ekanligi uning o'ziga ayon edi. U yili kuzda Chingizxonning avirlaridan birisi bo'lgan Isyanchi Ugaday xonzodasi Qaydu Jungo tarixida Yuan sulolasi deb atalgan qudratli Mo'ng'ul imperatorligidagi imperatori Yuan Qingzong bilan bo'lgan bir qitimliq urushda eg'ir yaralanib o'lib ketdi. Shuning bilan Mo'ng'ullarning 4 xalqining birisi bo'lgan O'gaday xonligida eg'ir parakandichilik yuz berib, O'gaday mamlakati qattiq davolg'ish ichida qoldi. Miladiya 1310-yili O'gaday xonligi munqariz bo'ldi. Chag'atay xoni Esan Bug'axon fursatdan foydalanib, aslidagi O'gaday xonligining ziminini o'ziga qo'shib oldi va poytaxtni xonlikning sharqidagi Almaliqdan Ko'k Ertishning janubidagi Issiqko'l atroflariga yo'tkab keldi. Miladiya 1312-yili Mo'ng'ullarning buyuk xoni Yuan sulolasining imperatori Yuan Rengzong Börjigin Ayur Bahodir bola Chag'atay xonligini jazolash uchun sharqdagi xonbaliqdan Yettisuga zo'r qo'shin boshlab bostirib kelib, Esan Bug'axonning Talas bo'yidagi yozliq ordisi bilan Issiqko'l bo'yidagi qishliq ordisini talon-taroj qildi. Oldingi yili qishda Qubuq daryosi bo'yida, yozda Mo'ran daryosi bo'yida xonbaliqning qo'shinlarining qorovullari bilan bo'lgan kichik ko'lamdagi to'qinishlar Yuan sulolasi bilan Chag'atay xalqi o'tirsidagi bu urushning oxirgi hisobda yuz berishiga bevosita sabab bo'ldi. Urush davomida qudratli Yuan sulolasi qo'shinlarining bir tarmog'i 3 oyda besib boradigan yerlarning hammasini o't qo'yib, ko'ydirib, vayron qilib tashladi. 40 kunda besib boradigan yerlar yana bir tarmoq Yuan sulolasi qo'shini tarafidan butunlay xonavayron qilib tashlandi. Yuan sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan tunji qitimliq urush Chag'atay xoni Esan Bug'axonga yomonlikdan bishorat bergandek bo'ldi. Urush texi boshlanmay turibla Chag'atay lashkarlarining chiroylari tatirishib, g'al-g'al titrashga boshladi. Yurish qilganda egiz tog'lar, shiddatli daryolarni zodi mansitmaydigan bu qudratli Chag'atay qo'shinlari hala bugun besib kelgan Yuan sulolasi qo'shinlari bilan ilishib kelganda xuddi puti ko'ygan to'qidek joyida tipirlab qoldi. Oldingi yili yozda Almaliq tarafga qarab tartiblik yo'sinda chekinayotgan Chag'atay qo'shinlari Mo'ran daryosi bo'yidagi keng to'qayliqda keyindan iz besib qo'g'lab kelayotgan Yuan sulolasi qo'shinlariga yana bir qatim jahillarcha qarshilik ko'rsatgan edi. Shu kundagi jang nihoyat keskin, nihoyat qattiq bo'ldi. Urush kun bo'yi davom qildi. Ikki taraf qo'shinlari o'zaro qattiq tirkashdi. Jang maydonida anglayotgan odamlarning vaqirgan, chirqirgan, ingirgan ovozlaridan va tömür qurollarning bir-biriga urilgan ham jang otlarining kishnigan ovozlaridan osmon zimin zilzilaga keldi. So'qish uzargan siri kishilar herib charchadi. Nayza qilishlar sunib, sipar qalqonlar chiqildi. Zirik savutlar yirtildi. Kishilarning yuz ko'zlari qip-qizil qonga bo'yaldi. Kech kirdi, qorong'i tushdi. Ikkala taraf herib ichib yerga yiqildi. Baturlar, palvonlarning hatto yip uzgichilikmi holi qolmadi. Shu paytda Yuan sulolasi qo'shinlariga kutilmaganda Mo'ng'ullar Juchi ulusining oqsoqoli O'zbek xonidan yordam kelib qoldi. Aslida Chag'atay xoni Esan Bug'axonning 1312-yili Juchi ulusining ulusbegi O'zbek xon bilan birlashib Cho'ng xoniga qarshi ittifoq tuzmoqchi bo'lgan dastlabki urushlari boshqa chiqmagan edi. Faqat
Miladiya 1314-yili bu ikkisining Persiyani so'rab, Olcaytu xonga bo'lgan o'rtaq dushmanligi asosida ular o'rtasida ancha-muncha yiqilishish vujudga kelgan bo'lsa-mu, lekin Chag'atay qo'shini Persiyada Xonzoda qo'shinlarining xainlik qilmishi natijasida hech qanday natijaga erisha olmagan edi. Natijada Jo'chi ulusi bilan Chag'atay ulusi o'rtasida Buyuk xonga qarshi tuzilgan bu ittifoq oxiri buzildi. Mo'ran daryosi bo'yidagi jangda Chag'atay qo'shinlari yana mag'lub bo'ldi. Tajovuzchilar ustunlikka erishdi. O'lganlarning issiq qonlari bilan bo'yalgan ko'k Ertish daryosi qonliq to'lqinlarini chayqab, achchiq yosh to'kdi. Ertish bo'yidagi burkitlar, qarchig'lar Chag'atay ulusining bahodir javonimarlardan boshlari ustida o'z qayg'ularini bildirishgandek ayonchilik chaqirib uchib yurishdi. Nailaj Chag'atay xoni Esan Bug'axon o'z qo'shinlariga Bo'rdala yaylig'i orqali Ko'kdala tarafga Almaliqqa chekinishga farmon tushirishga majbur bo'ldi. Buyruq yetkazadigan tavachilar jang bo'layotgan dalaning har qaysi taraflariga xuddi kirichdan etilgan o'qya o'qqa o'xshash uchib ketishdi. Qalin qar ostida yotgan cheksiz Bo'rdala yaylig'i kumush yepincha ostida texi uyqudan uyg'onmagan edi. Anda-sanda uchrab qoladigan jirala yaqisida bir ish kutib yalang'och daraxtlar yoki iqin saylarni bo'ylab ketgan to'qayliqdagi qor yog'ochlar va tallarning uchi yiroqdan qarayib ko'rinib qoladi. Yuan sulolasi qo'shinlarining Chag'atay zaminning markazidagi o'lkalarga texmi ichkirlab besib kirayotganiga mana 33 kun bo'lib qoldi. Ular janubdagi Talki davoniga qarab to'xtovsiz ilgirlab ketyotdi. Eng oldida Yuan sulolasi qo'shinlarining Turshavul sang'uni Mo'g'ulay boshlagan otliq qo'shin ketyotgandi. Talay asarlardan beri sansizlagan sayyohlar, izdanguchilar, alam ko'rishiga atlangan bahodirlar besib o'tgan bu dag'dam yo'lda hala bugun yilondak so'zlib minib kelayotgan Yuan sulolasi qo'shinlarining bosh oxiri ko'rinmaydi. Zo'r qo'shin yuzliklarga bo'linib, har qaysi o'ziga qulaylik bo'lgan yo'lda ayrim-ayrim ketyotdi. Har bir yuzlikka yana faqat qo'shilib ketmay, orliq qoldirishib, bir-biridan yiroqda mengishadi. Har bir yuzlikni birdan 105 boshqaradi. Bu yuzboshlari Buyuk xonning xos qo'g'dug'uvchilari bo'lgan turg'avutlardan saylangan edi. Ular saltang atqa mingan bo'lib, seriq tush bilan naqshlangan egar jabduqlari kun nurida yalt-yult qilib ko'zni qamashtiradi. Har bir yuzlikning orqasidan yuk taqib esilgan harvi chanalar keladi. Ular lashkarlar uchun oziq-tulik, qurol-yarog', at-uloqlar yeydigan suluv arpa, bo'g'iz saman yuklangan edi. Atliqlarning keynidan piyoda kelayotgan qo'shinlarning yukini yengiltish uchun lashkarlarning dobulg'i savutlari, sipar qalqonlari va qilin juva shavurlarmi mushu harvi chanalarga besilgan edi. Yo'lning tik tuvanga tushadigan qismida yoki jiddiy xatarlik agmalarda lashkarlar harva va chanalarning keyni tarafiga esilib oladi. Yoki bo'lmasa harvalar, yog'och tapalliq chanalar o'rilib va tiyilib, ag'dirilib ketishi mumkin edi. Yuan sulolasi qo'shinlari bo'lak-bo'lak bo'lishib, keyingilari oldingilarning izini besib, bir xil yurishda ketishayotdi. Vaqirishayotgan, tillashgan ovozlar quloq tuydilar anglanib turadi. Lashkarlar to'pi to'rsiqdan siqib chiqarilgan qetiqdek edirlardan atlab o'tib, oyoq ostidagi dassab chingdalgan qarlarni g'achildatib, kang dalaga oqmoqda edi. Hammadan burun ularning quyosh nurida yalt-yult qilib paqirgan nayzlari, har xil ranglardagi to'q alamlari, keyincha asta-asta qurolliq odamlarning dobulg'ilari, atlarning boshlari, qalqonlari ko'rinishga boshladi. Chavandozlar o'ng'i burilib kang yo'lga tushishdi. Boshdan oyoq qurollangan, kutumi yaxshi semiz atlarda mahkam o'ltirgan bu odamlar o'ziga yot boshqa zaminda yanala erkin bemalol ketyotdi. Ular nurg'un bo'lib, o'zlarining kichik to'plari, yuzliklari bo'yicha xuddi yer ostidan unib chiqayotgandek, to'pilik ostidan ustiga o'rlab chiqatdi-da, kang Bo'rdala yaylig'ida takshilikdan tarilib mang'atdi.
Birər töpülüknىڭ keynidin düşmən qoşulları chiqib qalarmikin deb aldın ala əvətilgən Moңғol çapavulları bəzida ufuq sızğının üstüdə tezlik bilan çümölüdək qar çekib bulub görünüb qoyub, yana şundaq tezlikdə көздән g'ayib bo'ladi. Bəzida bir do'ngning ustiga chiqib, tumaq va talpaklarni pulanglatib, cho'ng qo'shinga "Meninglar" degandek ishoratni qiladi-da, qaytadan atlarini choptirishib, bepoyon bir dala yaylig'ining u chetiga uzab ketadi. G'arbiy janubga qarab yılan bag'ri so'zilgan cho'ng yo'lning oxiriga ko'z yetmas bo'ldi. Kun tug'ishdagi yiroq Xandaliq shahardan chiqqan karvonlar, qirliqlardan haydagan mol podlari, temizqilab dala kezib yurgan yirtqush hayvonlar qadimdan tartib bu yo'lda oyog'i uzilmay mengib turgan edi. Karvonlar bilan mol haydagan qir xalqi Chag'atay mamlakatining poytaxti bo'lgan Almaliqqa Almisaqdan tartib Xan yo'li deb atlab kelayotgan mushu yo'l bilan berib kelishadi. Bu kishilar bu yerga har xil mudda maqsadlar bilan kelishadi. Ba'zilari savdo setiq qilish bilan kelsa, yana ba'zilari bulang-talang o'g'irlik qilish, qaroqchilik qilish niyatida kelishadi. Shunga u zamonlarda ishikdan kirganni mehmon deb kutib ol, to'nglikdan tushganni o'g'ir deb tutib ol degan hikmatlik so'z keng tarqalgan edi. Halbuki Yuan sulolasi qo'shinlari bu yerga yaqinda xoni o'lib, mamlakati qaroqsiz qolgan o'gaday zaminni o'ziga qo'shib olgan Chag'atay xoni Esan Bug'oxonni jazolashni bahona qilib besib kelayotgandi. To'g'liq Tömürxan Abduvali Ayub 8-betdən başlandı. Çağatay xalqının paytaxtı bolğan Almaliq Kaygan daryasının boyuğa, Kaygan teğinin cənubi etikiga joylashgan edi. Kaygan daryası güzel Eli vadisinin g'arbiy shimolidagi egiz tangir tog'laridan iqib chiqadigan kichik Kaygan va Ulug' Kaygan deb ataladigan ikki daryoning nomi edi. Almaliq shahrining yuqori tarafi Kaygan teğinin cənubi etikiga, tövan tarafi Kaygan Seyga, Küntug'ar tarafı Cho'ngchig'anga, Kunpatar tarafı Qara O'yga tutishadi. Almaliq shahri bütün aylanmasi taxminan 40 chaqirim keladigan katta bir shahar edi. Hayvatlik Tangirtog'ning bir qismi bo'lgan Quyas tog'lari Kaygan daryosining qirg'oqlaridan janubga qarab yiroqlashgan sari yalpigichdek kengayib, tuzilib boradigan Quyas Ko'kdala tuzlanligini shimol, g'arbiy shimol va sharqiy shimol deb 3 tarafdan qurshab turadi. Shaharning atrofida quyuq o'sgan o'rmonlik ichidagi taram-taram eriqlardan yoz kunlari shildirlab buloq suvlari oqsa, yoz kunlari loyqiliq qor suvlari oqadi. Shunga bahor kunlarida qadimgi o'rmonliklar, tog' davonlar va daryo g'ollar qurshab turadigan Almaliq qal'asi xuddi dengizdagi oroldek yeshillik ichiga cho'mkiladi. Almaliq shahri qizil seg'iz to'pa va qangdilib yasalgan 2 qavat mustahkam ihota sepil ichiga elingan edi. Qal'aning janub tarafi Quyas Ko'kdala tuzlanligining eg'iziga qartib yasalganlikdan dushmanning hujumiga o'ng'ayli uchraydigan aplik joy bo'lib qolganligi nazarda tutilib, bu tarafdagi sepil alohida puxta qilib yasalgan edi. Qarag'ay, Shamshat, Iman naratlik so'qmi tam orlig'ida loyqum aralash shig'il to'shtirilgan bo'lib, sepilning ustidan 4 oylik 4 atlı qarva bemalol mağalaydı. Sepilning egizligi 4 qulash keladi. Sepilning teshiga Almaliq qal'asini aylantirib 3 rat cho'nqur xandaq qezilgan. Xandaqlarning qirg'a ushluq ushlangan bo'g'an quzuqlar uchi sirtiga qartilib qiypash qilgan edi. Bu 3 rat xandaqlarga liqmiliq suv to'shqizilgan edi. Almaliq qal'asining 12 tarafida osmondan 12 burchqa taqlid qilib yasalgan 12 darvozasi bor edi. Odatda Kaygan Seyi tarafidagi darvoza Kaygan darvozasi bilan Quyas Ko'kdala tuzlanligi tarafdagi darvozasi Quyas darvozasi kunduzlari shaharga kirib chiqadigan yo'lovchilarga echib qo'yilgan edi. Sepil ustidagi qarovul xonlarda, o'g'lak munarlarda, darvoza oldida kecha kunduz qarovullar navbatchilik qiladi. Eli daryosida tashqin bo'lgan mavsumlarda alohida sagat bo'lish talab qilinadi. Chunki bundaq chaqlarda Eli daryosi orqali yuqoridanmi, tovandanmi qo'lvoq kemalarda uzib yurgan qaroqchilar va ochko'z qo'shinlar tuyuqsiz bostirib kelishi turgan gap edi.
Bugun bu yilqi tunji bahar yomg'iri yog'di. Dastlabda havo qattiq guldirlab, yalt-yut qilib chaqmoq chaqdi. Ko'chalarda, o'yinlardagi etizlardagi, hatto masjid, chirkov va sinagog butxonalaridagi kishilar, qirlardagi solchilar, cho'ng kichik qeri yosh, sog'lom kasalmanlarning hammasi havo guldirganligini anglagan. Chaqmoq chaqqanligini ko'rgan hamon yerga bosh qo'yishdi. Uyur yılqılar. Pada qo'y kalalar. Otlashdan to'xtab qilishdi. İtlar g'ingshib, egilarga seg'inishdi. Chaqmoqliq bahar guldirmamisi o'tib ketishi bilan tangla tunji bahar yomg'iri shaqirab qo'yibdi. Yomg'ir xeyli uzoq yig'ib kech kirgandan keyin to'xtadi. Bahar yomg'iri butun Quyos Ko'ktala vodisi, yoq butun Ili vodisiga ekin zarliqlarga, o'tloq, o'rmonliqdagi dal-daraxt, o't cho'plarga emas, balki jimi jonliqlarga, odamlarga, jon-jonivorlarga, kiyik to'shqonlarga shifoliq yomg'ir hisoblanadi. Shunda qilib, tunji yaqqan bahar yomg'iri Almaliqqa, Quyos Ko'ktalaga, Ili vodisiga va butun Chag'atay eliga bahar elib keldi. Bahar yomg'iri o'zi bilan tang butun yer yuziga illiqlik akeldi. Biroq bahar yomg'iri bilan tangli butun Almaliqni, butun Quyos Ko'ktala vodisini, butun Ili vodisini, butun Chag'atay elini urush tumanlari, jang yig'i o'tlarining is tutaklari qaplashga boshladi. Miladiya 1315 yili To'shqan yili Hamal oyining 8 kuni tong saharda mulozimlar xabgohning eshigini tiraqiltib Chag'atay xoni Esen Bug'axonni tatliq uyqusidan bemalol uyg'otib etishdi. Xon chiliq targa cho'mgan holda cho'chib o'rnidan sakrab turdi-da qilichiga tashlandi. Bundaq chaqda nima lozimdir bularga? Tong texi yormagan, vaqt xelili baldir edi. Talada turgan kim? Sana nima lozim? deb qahir qildi u eshikni sirtidagi tiriqlatquchiga. Bu chaqda eshikning sirtidan darhol "Bu men, hurmatli Xaqon oliylari, bemalhal uyg'otayotganim uchun bir qo'shiq qinimdan kashkayla" degan ovoz anglandi. "Men deganing qaysang?" deb so'rdi xon texmi qahir qilib. "Men Turg'avut Xasar." Esen Bug'axon ovozidan uning kechilik pasibani Xasar degan Turg'avut ekanligini darhol bildi va "Nima yuz berdi?" dedi xon eshigining bostirg'isini chiqarib. "Yasovul keldi", dedi Turg'avut Xasar. Uning qo'lida chiroyli yo'galgan bir tera putuk turadi. Temurg'ay Bahodirdan jiddiy xabar kelibdi mana. Temurg'ay Bahodir Chag'atay xoni Esen Bug'axonning talka oldingi sepida turishli qo'shinlarining bosh sarkardisi edi. Esen Bug'axon Turg'avut Xasarning qo'lidagi heliqi tera putukni yulib oldi. Uni tang yo'rgandan keyin ko'rmoqchi bo'ldi-yu, ammo Turg'avutning jiddiy degan so'zini yodiga elib, heliqi chiroyli yo'galgan teri putukni aylantirib, chegilgan qizil ipak ipni tishi bilan tishlab uzdida uningdagi qadimgi Uyg'ur yezig'ida putilgan tövandagi qurlarni o'qidi. Xanbaliq qo'shinlarining Sang'un, Mo'xalay qo'mondonligi yazak qismlari talka oldingi sepini buzib o'tgandan keyin Eli daryosining yuqorqi iqini bilan tuvanki iqinni bo'ylab Yamato kechikiga qarab jiddiy ilgirlamoqda. Qaraganda ular qo'shinlarimizning Xan yaylaqqa chekinish yo'lini uzib tashlash uchun harakat qilvasi kerak. Xanbaliq qo'shinlarining kuchi intayin ko'p. Mo'xalay sepil buzilgan chiqin to'plarini so'rtib o'tkazish uchun talkidagi 28 ko'rikning hammasini qaytadan yasatqizdi. Men qo'shinlarimni boshlab qarshilik ko'rsatgan bo'lsammi, qilch foydasi bo'lmadi. Shunga nailash qo'shinlarimni boshlab Yamato kechkini saqlash uchun Xanyaylaq tarafga chekinmoqchi bo'lyapman. Temurg'ay Bahodir. Hurmatli o'qirman, muallif bu yerda diqqatingizni Temurg'ay Bahodirning Esen Bug'axonga avatgan jiddiy ma'lumoti haqida, bayondagi talki yo'lidagi 28 ko'rik haqidagi qisqacha ma'lumoti ustiga yetkamoqchi. Güzel Ili vadisining yer tuzilishi xuddi keng ichilgan yalpig'ushga o'xshaydi. Uning g'arbiy janub tarafi tuz bo'lgani hisobga olmaganda, qolgan 3 tarafini egiz, hayvatlik tangir tog'lari o'rab turdi. Shunga qadimdan tortib, davom eshib, tog' arlab mangandila, ondan Güzel Ili vadisiga yetib borg'ili bo'ladi. Tangir tog'larining Ili daryosi vadisiga tutishilgan tog' egizlari naytu ko'p bo'lsa-mu, ammo bu egizlardan o'tadigan tog' yo'llarining ichida shimoliy yo'l bilan janubiy yo'llar eng asosli xon yo'li hisoblanadi.
Тәңір тағлары қадимден тартыпла Ипек yo'ldagi tabiiy to'siq bo'lib kelganlikdan shimolda Eli vodiysiga Tәңір tağlarının muhim tağ egizlaridan bo'lgan Münkit davini, Shinalg'un davini va Ko'kirchin davini qatorliq egizlar orqali o'tkili bo'ladi. Shimol yo'ldagi Münkit davini yo'lidan ikkisi bo'lib, uning birsi qaynoqqa o'tkil bo'lgan Pilichi davini edi. Miladiya 657 yili, Yilan yili, Tabg'ashdagi Tang imperatorligining Sang'uni Su Dingfang qo'mondonligidagi Tang qo'shinlari Türklərinin aşina quli isyanını tinchitish uchun Pilichi davini orqali Tangir tog'laridan o'tib Qaynuq qal'asiga besib kirgan edi. Hamda Narat orqali g'arbiy tarafdan yetib kelgan janubiy yo'nalishdagi Tang qo'shinlari bilan birlashib Qash daryosi urushini qo'zg'ab isyonchi aşina qulini Yamato kechkiga tarmor keltirgan edi. Shimoliy yo'lning yana birisi Eli vodiysining shimolidagi tabiiy darvoza talki yo'li bo'lib, odatda Kangsa yo'li deb ataladi. Miladiya 1218 yili Moğollarning buyuk xaqoni Chingizxon necha 100 ming kishilik otliq qo'shinni boshlab Eli vodiysi orqali 4 taramga bo'linib Mavara Unhayirga bostirib kirganda Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chag'atay o'z qo'shinlarini boshlab kelib Talka, ya'ni Kangsa yo'lini yasatgan. Va 28 o'ringa ko'rik silib tog' yo'lini ravonlashtirgan edi. Shundan beri Talki yo'li Eli vodiysining sirt bilan aloqa bog'lashdagi muhim egizga aylangan edi. Әмді, Talki yo'lidagi 28 ko'rik haqida berdigan qisqacha ma'lumotimizni to'xtatib, asl so'zimizga kelamiz. Temurg'ay Bahodir avatgan ma'lumotni ko'rib, Chag'atay xoni Esan Bug'axonning quyuq chochlari tik turib ketdi. Qo'llari, putlari titrab, kalvalishib, bo'shishib ketdi. Hatto nafas ilishqimi tiniqi yetmay qoldi. Uduqqindan uning xiyoli birdilla chechilib, o'ylashga madori yetmadi. U o'tdaq qiziq bilinayotgan ma'lumotni qo'liga ilib mijixildida, xabgoh ichida u yoqdan bu yoqqa tinmasdan mengishga boshladi. U tishlarini hadab qo'chiriltatdi. Oxiri to'xtab, ikki qo'lini ko'kka ko'tarib, ko'z yoshlarini to'kib Tangriga yolvurishga boshladi. Ey Tangrim, ey ota bo'g'larim, sizlardan madad tilayman. Menga yor yo'lak bo'lg'aysizlar. Yovni yengadigan jasorat, shijoat bergaysizlar. Yov keldi, yov. Ya Tangrim, ya yovni yengadigan urush tangrisi soldi. Meni kechirgaysan. O'zing panohingda saqlagaysan. Chag'atay ulusini sal suydak besib kelayotgan bu yovdan, bu talon-tarojdan saqlagaysan. Biroq nima tersang shuni yig'arsan degandek bu balo qazoning urqini o'zi tergan bo'lg'ashqa uningga qarshi turadigan chora tadbirni yanala o'zi Esan Bug'axon qilishga to'g'ri keladi. Shunga Esan Bug'axon o'zini darhol tutib oldi va bayotinqi tantakligidan uyalgandek bo'lib yuzi qizirib ketdi. Qandaqli bo'lmusun, u urushlarda so'ngki qatgan, yovga qandaq taqobil turishni biladigan tajribalik Xaqanda. U bir tarafdan har qaysi qabila aymoqlarga darhol qo'shin yo'tkab, poytaxt Almaliq qal'asining mudofaasini kuchaytirish haqida jiddiy farmon tushirsa, yana bir tarafdan janubdagi Do'g'lat qabilasi yashaydigan Manglay Suyar, Ediqut, Uluq elini Yuan qo'shinining hujumidan saqlash uchun Aqsu va G'arbdagi Samarqandga o'tadigan birdan-bir kechik Yamato kechkini qo'g'dashga kuchli qo'shin mangdirdi. Shuning bilan billa o'zining oldingi sap qo'mondoni Temurg'ayga darhol Yamato kechkini jon tikib qo'g'dash haqida ijrosi qattiq farmon tushirdi. Chag'atay xoni Esan Bug'axonning farmoni bo'yicha butun Chag'atay mamlakati jiddiy holatga o'tganligi jakarlandi. Shahar sirtidagi va shahar ichidagi, Sepil tupidagi va Sepil tuvidagi lashkarlar darhol harakatga kelib, o'z yuzliklari bo'yicha darhol qurollanib sap tuzib turishdi. Sap ichidan keskin harbiy buyruqlar anglanishga boshladi. Yov yiqilishayotganligini bildirib, burg'i kanaylarning bo'g'iq g'art-g'urtlari va sunaylarning yurakni yorg'idak inchika ovozlari zarlab yangrashga boshladi. O'yla orollarda erlar qachilardagi yeyotgan g'izolarini tashlab, qo'llariga qurol ilib, yog'och palampaylarni bo'ylab Sepil ustiga yugurishdi. Qo'llariga nayzi qilish, cho'qmoq gurzilarni tutishgan chavandozlar otlarga irg'ib minishdi. Sepil teshidagi ihota xandaklarining buzilgan qirg'oqlarini tuzayotgan va yiqilgan, lingishib qolgan qo'ziq to'riklarni chingtayotgan kishilar qilayotgan ishlarini tezroq tamomlashga oldirashdi. Bugun atdigandila ekinzorliq tarafdan otlarini chaptirishib kelayotgan odamlarning qarsi ko'rindi. Ular Temurg'ayning ayg'oqchilari edi. Yov kelyotidi deb otlarini chaptirishguncha yiroqdan vaqirishib kelishmoqda edi. Otliqlar ihota xandakligi yiqilishib kelishi bilanla
Qo'riqchilar darhol taxta ko'rikni pastga tushirib, darvozani ochdi-da, sirtdagi hamma odamni qal'a ichiga kirgizib olib, taxta ko'rikni ko'tarib o'tdi. G'altaklar g'ichirlab, taxta ko'rikning ikki tarafidan tortilgan zanjirlar tuzlandi. Taxta ko'rik bir pastla tik ko'tarildi. Andin darvozaning ikki qanti guldirlab yepildi. Naq chashka vaqti bo'lganda Kangsay tarafdan dabdabi bilan yopirilib kelayotgan otliqlar ko'rindi. Ular ko'k, qara, oq ranglik to'q alamlarni ko'tarilishib olgan bo'lib, quyosh nurida ularning qo'llaridagi nayzlari, ustidagi dobulg'i savutlari, separ qalqonlari yalp-yulp, val-vul qilib ko'zni qamashtirgudek darajada paqiraydi. Boshdan oyoq to'liq qurollangan semiz otlarda mahkam o'ltirgan bu odamlar yuan lashkarlari xuddi to'yga ketishayotgandek qilchimi aymanmasdan erkin bemalol kelishmoqda edi. Ular nihoyatda nurg'un edi. Atliqlar xuddi yer tegidan unib chiqayotgandek bir pasning ichida takshilikka tarilib, nurg'un kichik to'plarni, chasi saplarni hosil qilishgandan keyin qal'aga qarab takshi ilgirlab mengishga boshladi. Ular atlarining tuyoqlari bilan bahor yomg'irdan keyin ko'kirishga boshlagan kuzgi bug'doylarni tilg'ab vayron qilishguncha xuddi eqin suydek yeyilib Olmaliq qal'asiga bostirib kelishga boshladi. Haddi hesapsız xanbaliq qo'shinlari va Olmaliq qal'asi sepili ustidagi kungura va ugaklarning orqasidan marishib turishgan minglagan, tumanlagan hushyor kishilarning ko'z oldida xuddi yerdan unib chiqqan qumush so'yisidakla paydo bo'lishdi. Ular salmoq qadam bilan mengishib, Olmaliq qal'asiga taxminan bir o'q yetim qolganda birdilla qaqqan qo'ziqdek o'z o'rnida mangmay to'xtab qolishdi. Bir chaqda qatar tizilishib turishgan atliq askarlar sepi ustidan ikki tarafga siljishdi-da, o'ttirdan bir at patqudak yo'l hosil bo'ldi. Bu yo'lda atliq bir sarkarda paydo bo'ldi. Uning ostidagi chilan to'ruq arg'umoq ba'ayni lavildab kuyib turgan o'tning o'zi. Uning peshonasida mushtumchilik oq qashqisi bor edi. U ko'kraklari kang, putlari inchka va uzun, qumush quloq, ko'zlari chaqnab turgan esil nasllik chiroyli ot edi. U manganda xuddi puti yerga tegmagandek yenik va nozik chamdaydi. Chilan to'ruq arg'umoqning ustidagi bu sarkardaning dobulg'isi, savuti, qo'lga tutgan qalqini butunlay degidek oltin kumushdan zinnatlanib yasalgan edi. Ostidagi g'az bo'yinliq chilan to'ruq arg'umoqining egar jabduqlarimi butunlay degidek oltin kumush bilan zinnatlangan edi. Heliq sarkarda uchisiga kiygan savuti ustida qizil maxmal yepinchi olgan bo'lib, shamolda xuddi qizil tug'dak lapildaydi. U qap-qara soqol burut bosgan, dugilak yuzi aptapda ko'yganlikdan qarayib ko'rinadi. Go'rallik, chiroyli kiyinib olgan bu sarkarda Mo'ng'ullarning cho'ngxoni, tabg'achlar yashaydigan o'ttir tuzlanlikki Bayashat, ailesi köp, zemini keng, qudratlik sulala, Yuan sulalısının padişası Yuan Renzong, Börjigin Ayur Bahadır balı idi. Yuan Renzong uduldagi bir do'ngning ustida at silib chiqdi-da, Olmaliq shahriga bir hazog'icha qarab ketdi. Ondan qal'aning kun petish tarafidagi to'pilikka chiqib, shaharning yer sharoitini birpas ko'zdan kechirdi. Orqadan kayniga burilib, sarkarlar to'piga qo'l ishorati qildi. Chiroyli ko'ran qashqiga mingan bir yigit sarkarlar to'pi ichidan ayrilib, qal'a tarafga qarab ushqandek chepib ketdi. U atda asta chepib ketib, o'qiyasini patlab, qal'a sepilining qo'rqiga qartib o'q uzdi. O'q vijildab ovoz chiqarib uchib berib, qo'rqning ustidagi Qaravulxonning bala beshiga qadilib qoldi. O'qqa bir parcha maktub chekilgan edi. Qo'riqchilar darhol o'q bilan maktubni Chag'atay xoni Esan Bug'axonga yetkazishdi. Esan Bug'axon maktubni ichib, qadimgi Uyg'ur yezig'ida yozilgan tuvandagi qur'larni o'qidi. Ko'k Ertish daryosi, Ili daryosi o'tirsidagi kang zamin hozirdan e'tiboran butunlay mening mangu yengilmas g'olib qo'shinim tarafidan tasarruf qilindi. Mening qo'shinlarim seni toki katta dengiz bo'yidan sur to'qay qilg'inicha quyosh ko'k dala tuzlanligiga qo'g'lab keldi. Faqat poytaxtlar sening qo'lingda qoldi. Chag'atay xoni, mening seni bundaq sharmanda holga tushirib qo'yishim butunlay o'zingning sho'rdan bo'lgan. Hozir men to'pchilarimga buyruq tushirsamla, shiddatlik etilgan 18 qadaqliq chiqin o'qlar xuddi yer yuzini qaplab uchib kelayotgan qor chekatgidek uchib berib portlab, taxti baxtingni kukum talqon qilib, shahringni bir pastla tuzlaydi.
Mubada seni mushundaq iskanjiga almaydigan bolsam, taqdirning jazosiga uchirgan bo'latdim. Biroq nasab hasablarimizning buyuk Jahongir Chingiz xonga ulindiganligini o'ylaganimda, qo'shinimni darvozang oldidan chekintirishni o'ylayapman. Ammo sen Chag'atay xoni yasoq bo'yicha mening qon kechkichi lashkarlarimning hujum olja deb tizgin serib turgan ko'nglini tinchitishing, sarkarlarimning g'azabisini pasaytishing kerak. Bu maktubda Esan Bug'axonni taxtdan tush demigini bilan menga tiz bugun olpan to'la degan gap bevosita aytilgan edi. Büyük xanning maktubining oxirida 3 tuman yilqa, nurg'un oltin kumush, 500 g'ulam, 500 kenazak olpan to'lash haqida so'riki qattiq va ahonatlik shart qo'yilgan edi. To'g'liq Temirxon 21 batdan boshlandi. Chag'atay ulusidagi Mo'ng'ullar shu chaqlarda bar yo'qi 100 ming tutun hisoblanadi. Miladiya 1205-yili Temujin Naymanlarni bo'ysundurgandan keyin Mo'ng'ul dalasining birdan-bir hukmronligiga aylandi. Miladiya 1206-yili yoz faslida o'tkazilgan qurultayda u rasmiy Chingizxon deb ataldi. Bu ulug' boshpanahimiz degan ma'noni bildiradi. Bu qurultayda uning Mo'ng'ul dalasidagi 2 million tutun aholiga ega Mo'ng'ullarning haqalliq o'rni birdak e'tirof qilindi. Shu kundan e'tiboran butkul Mo'ng'ul dalasidagi ulus aymoqlarning hammasi Mo'ng'ul degan bir millat bayrog'i ostiga jam bo'ldi. Chingizxon o'zining 4 o'g'liga ayrim holda yer, suv va aholini miros qilib bo'lib berdi. Cho'ng o'g'li Juchiga 9 ming tutun, ikkinchi o'g'li Chag'atayga 8 ming tutun, uchinchi o'g'li O'gadayga 5 ming tutun, kenji o'g'li To'loyga 4 ming tutun Mo'ng'ulni miros sifatida bo'lib berdi. Chag'atayga bo'lib berilgan bu 8 ming tutun Mo'ng'ul 100 yil ichida avib 10 hassi ko'payib, miladiya 1314-yilga kelganda 100 ming tutunga yaqinlashgan edi. Uningga atrofdagi qo'shillangan Uyg'ur, Karat, Qo'ng'rat, To'ngra, Barg'ut, Qasar, Chuba qatorliq xalqlarni qo'shgandimi, aholisi 2-300 ming tutundan oshmaydi. Chingizxon hayot vaqtida tuzgan yasoq bo'yicha Chag'atay ulusidagi har bir qabila, har bir aymoq, har 10 chidir odamdan bir odamni, har 10 yilqidan birni, agar yilqa qula bo'lsa qulini, to'riq bo'lsa to'riqini, ali bo'lsa alisini, ko'ran qashqa bo'lsa ko'ran qashqisini, chabdar bo'lsa chabdarni, jiran bo'lsa jiranni, chipar bo'lsa chiparini, qisqasi har qaysidan 10dan birni seliq tariqasida Büyük xonga har yili to'lab kelayotgan edi. Keyingi chaqlarda har qaysi xonliqlarning huquqi kuchayib, Büyük xonga javob etmaydigan bo'lib qolgandan keyin bu yasoq quruq bir shaklga aylanib qolgandi. Esan Bug'axon Büyük xon Bo'rchigin Ayur Bahodir balaning maktubini qo'lida tutqunicha cho'nqur xiyolga cho'kib o'ltirib ketdi. 3 tuman yilqa, nadin elish kerak bu 3 tuman yilqini? Chag'atay ulusining tapqan targan vajining hammasini ikki qo'llab ochqib berish kerakmi ya? Bo'lmasa bütün kuchim bilan oxirgacha qarshilik ko'rsatib baqsammikin? Shahar ichida oziq-tulik, qurol-yaroq yetib oshqudak turibdi. Xonbaliq lashkarlari Olmaliq qal'asini ancha tez ololmaydi. Uninggacha janubdagi dog'latlar bilan g'arbdagi barlaslardan keladigan yordam ulgurdi. Yamato kechki qo'limda bo'lganlikin, mag'lub bo'lgan taqdirdimi, yamini kelsa, Ili daryosining janubidagi Xon yayloqqa chekinib berib olsamla, tog' orqasidagi dog'lat ziminiga aman esan yetib olg'ili bo'ladi. Biroq Bo'rchigin Ayur Bahodir bola mening bu o'yimni bilib olganligim nima? Bir bo'lak kuchini poytaxt Olmaliqni qurshashga qoldirib qo'ygandan tashqari yana bir bo'lak kuchini Yamato kechkini tortib olishga mangdiribdi. Mubada Yamato kechki qo'ldan ketadigan bo'lsa, u holda men cho'lmig'i tushgan beliqning holiga tushib qolmamdiman. Qal'aning sepili puxta, mustahkam bo'lg'ini bilan Mubada Bo'rchigin Ayur Bahodir bola xon sepil buzar,
kuchlik chiqin to'plarini ishqa soladigan bo'lsa, qal'aning mudofiasini yimirib tashlamoqi uning uchun xuddi shamni po'ylab o'chirgandekli bir ish bo'lib qoladi. Shundoq bo'lgandan keyin biroqli qirilib tugagandan ko'ra so'rg'inni berib qutulgan yaxshiroqmikin? Kechacha o'ylaganlarni saharga yaqin bir yerga yiqqan Chag'atay xoni Esan Bug'axon atdigandila Amir baglarni o'z huzuriga kengashga chaqirdi. Xon o'zining o'yini ularga tafsiliy so'zlab tushundirgandan keyin qanday qilamiz deb so'radi ulardan bo'g'iq ovozda. Bu bag amirlar bir necha kundan beri shaharni yovdan mudofaa qilish vasvasida tuzuk kuni uxlamay, birava issiq tomoq yeyolmay, xeli umdan yodigan edi. Xonning bu savoliga ulardan hech kim eg'iz yerib javob berishga petinolmadi. Hamma odam yerga qarab sukutda o'ltirib ketishdi. Bu eg'ir sukunatni yanala xonning o'zi buzdi. Barmog'ingning qaysi birini tishlasangmi o'xshashli og'riydi, dedi u. Qandaq to'lg'ansangmi to'qmoqning yo'g'on beshingga tegaverdi. Amdilikda ko'rib turibsizlar, Tangrining qarg'ishi misrang qilishdek beshimizda turibdi. Kun tunda o'tkazgan savanliklarimiz uchun berilgan jazo bu. Bundaq chaqda butkul Chag'atay ulusining taqdiri qil ustida turganda bizga ashu ahonatlik sulhini qabul qilishdan boshqa chiqish yo'li qolmadi. Shundaq, qo'lni kesmigicha qon chiqmaydi, dedi qeri baglardan birisi bo'lgan ulus begi Amir Bulaji. Chag'atay ulusini 3 tuman yilqa yiqitolmaydi. Ammo Börjigin Ayur Bahodir balaning qilichi yiqitdi. İştinin ko'ngli ustixanda. Shundaq bo'lgandikin narsalarni olsin-da, mangsun. Öhö, deb yutilib qo'ydi Esan Bug'axon. Bir talla ustixon bo'lsa kashki. Bayqi qeri bagning gapini boshqa bag amirlarmi ma'qul ko'rdi. Tapshirib amin tapayli. Alıdığını nayti 3 tuman yilqikangu. Alsın-da, kessin. Deb süren silishdi kengashdikilarning ko'p qismi. Yo'q, tapshirmaymiz, deb vaqirdi sarkardilar arasdan birisi. Kishilarning cho'qqan surallarni besib tushib, kishilar ovoz chiqqan tarafga qarashdi. Sarkardilar arasida ustiga savut dubulg'i kiyib, boshdan oyoq qurollangan navqiron, ammo tapsi kishanni uzvolg'idek basti bor, baquvvat saqolliq bir yigit vazmin holati bilan turardi. Necha yoshga kirding? Deb so'rdi xon uningdan. 32 ga, deb javob berdi yilqi yigit. Qaysi qabiladan sen? Atjuning kim? O'zim Dog'lat qabilasidanman. Ismim To'g'ril Bahodir. To'g'ril Bahodir? O'tgan yili Dog'lat elida quturgan qavonni bir o'zi tanha yengan To'g'ril Bahodir degan shugu, deb hayajonlandi kishilar. Sen nima demoqchi yigit? dedi uningga Esan Bug'axon qishini yemirib. Düşman bilan elishish kerak, deb dadillik bilan javob berdi xonning savoliga u. Qandaq elishimiz? Marhum Jahongir Chingizxon aytgandek, hujumdan yonmasligimiz, mustahkam sap tuzib, qadalgan yerimizdan qon elishimiz kerak, dedi To'g'ril Bahodir. Alilari, mubada ma'qul ko'rsizlar, men o'z ulusim uchun yovdan bir o'zim tanha o'ch ilishni xohlayman. Yangsam xonbaliq qo'shindikilar quruq qo'l ketar, yengilsam to'lam topshirasizlar. Esan Bug'axon va kengashga qatnashgan bag amirlar dastlabida uning so'zini tushunmay jim turib qilishdi. Keyin birdilla jonlanib ketishdi. Yasha, To'g'ril Bahodir, mangu g'olib bo'l. To'g'ril Bahodirning qo'rqmas irodasi necha kundan beri dilg'ul bo'lib, bir qarorga kelolmay turgan Chag'atay xoni Esan Bug'axonning ko'nglida umid yolqinni yangi boshdan tutashtirdi. Kim biladi, dushman bilan yakma-yak elishib yengib olsa, balkim to'lanmi to'lamas. Kishilarmi aman esan qolar. Mubada yengilib qolsa, fidokorlik qilg'in uchun yanila Bahodir deb atoq olar. Esan Bug'axon o'zining sarkarda sardorlarini tunji qitim toniyotgandek bo'ldi. U bu Bahodir yigitning shijoat, himmatila emas, balki iroda, jasoratdimi bu yerdagi barliq kishilardan, hatto o'zidanmi ko'p ustun turdiganligini his qildi. Xonning ko'ziga issiq yosh keldi.
Ey bahadır yigit, dedi Esenbuğa xan onu quchoqlab turib. Sana buningdan boshlab bahadır degan ataqni rasmiy berdim. Yav bilan elishib, bahadirligingni ko'rsat. Dushmaningning bo'ynini nishonga ilib, qapoqdek domlatqaysan. At ustida egarga chaplab qo'ygandek o'ltirib, ikki qo'ling bilan qilich o'ynatib, dushman ichiga bo'sib kirgaysan. Jangning eng keskin yerlarda qon kechib ilgirlab, biz qayrilmas xanjardek ishtik bo'lg'aysan. Xaqan aliylari, manga bir eg'iz so'z qilishga ijozat bergaylar, dedi To'g'ril Bahodir Chag'atay xoni Esenbuğa xonning oldida tiz bukib turib. Ijozat, dedi Esenbuğa xon uni yerdan yo'lab turg'izib. So'zla, deyishdi boshqalarmi. Rahmat, hurmatlik Xaqan aliylari, dedi To'g'ril Bahodir xonga egilib, ta'zim qilib turib. Chag'atay ulusidagi hurmatlik yurt cho'nglari, gepimga quloq solg'aysizlar. Biz xonbaliq lashkarlarga hargizmi tankilanmaymiz. Chunki qo'limizda qilish, nayza va o'qyadan boshqa kuchli qurol yo'q. Hatto uchimizda yovning o'qidan o'zimizni himoya qilg'idak qilin savutlarimizmi yo'q. Biroq, 3 tuman yilqini ular bizdan undaq o'ngayliqcha ololmaydi. Gepim shuki, ulardanmi bir bahodir chiqsin. Men uning bilan yakmi-yak elishib ko'ray. Yengilib qolsam, ularga 3 tuman yilqini berayli. Yengib olsam, odat bo'yicha ular lashkar chekindirsin. To'g'ril Bahodir bir narsadan tartingandek qilib so'zlashga petinolmay yerga qarab turdi. Yana qandaq talping bor? Tartinmay aytivergin, deb uningga rag'bat berdi Esenbuğa xon. Men hammani o'rinlig'ayman. Mening Xaqan aliylariga kichkina bir iltimosim bor edi, dedi u dodilanib. Doğlat ilida mening tosh tumir deydigan 10 yoshlik bir o'g'lim qolgan edi. Mubada bugun maydondan saq salomat qaytib ketolmasam, Xaqan aliylari uningga atidorchilik qilib qo'ysizlar. Xotirjam bo'l. Bu talabing chuqum o'rinlanadi, dedi Esenbuğa xon. Men hozirning o'zida amir bulojiga bu ishni topshirman. O'z o'g'lingni o'z tarbiyasiga olsin. Doğlat Ulasbegi amir buloji Esenbuğa xonning bu so'zini anglab darhol qulluq bildirdi. Buyruqlarni chuqum bija keltirgayman, Xaqan aliylari, deb qo'l bog'lab turdi. To'g'ril Bahodir xotirjam bo'lg'ay. Uning o'g'li mening o'g'lim. Uni chuqum Bahodir otasidek Bahodir qilib yetishtirib chiqqayman. To'g'ril Bahodir xon bilan Ulusbegining laviz qilganligini anglab, ko'ngli tinib, chiroyiga sal-pal kulgi yugurtib, rahmat bildirdi. Kengashga qatnashganlar To'g'ril Bahodirning taklifini bir eg'izdan ma'qul ko'rib, xonbaliq qo'shinlarining bosh qo'mondoni Yuan Renzong Burjigin Ayur Bahodir balaga yakmi-yak elishib ko'rayli, yengilsak to'lam berayli, yengilsang lashkar chekindir degan mazmunda maktub topshirishni qaror qildi. Sepil sirtiga maktub chekilgan ovozliq o'q etildi. Әтісі әттігенде yakmi-yak elishishga tayyorlik bitganligini bildirib, qal'a ichidan sunay ovozi chiqib edi. Xonbaliq qo'shinlari tarafdanmi buningga javoban sunay ovozi anglandi. Shuningdan keyin bir vaqtning ichida har ikki tarafdan yer zaminni titirtib 10-20 lab dumboq dabil chilinishga boshladi. Almaliq qal'asining Quyosh daryosi oldidagi taxti ko'rik asta tushirildi. Darvozaning ikki qanoti guldirlab ichilib, ichidan bir otliq chavandoz ushqandek ot selib chiqib keldi. Qal'a oldidagi bir parcha tub-tuz ketgan kangri takshilik ikki taraf palvonlarining elishish maydoni qilib bekitildi. Chag'atay palvoni To'g'ril Bahodir boshdan oyoq kumush rang quyuch dubulg'a, quyuch zirh kiygan, ustidan quyoq savut bilan purkangan bo'lib, qilich, nayza va qalqon bilan qurollanğandı. Xonbaliq qo'shinlarining Zalmi Bahodir degan palvonimi boshdan oyoq qor rangli quyush dubulg'a, quyush zirh kiyib, ustidan quyoq savut bilan purkangan edi va qilich, nayza va qalqon bilan qurollanğandı.
Bugünkü elişiş gerçi Moңgollarning qadimdan tartib davom qilib kelayotgan odat qonuni bo'yicha elib berilsa-mu, ammo tashabbuskorlik huquqi xonbalik qo'shinlarining qo'lida bo'lg'achqa, Chag'atay palvini To'g'ril Bahodir uchun xonbalik tarafning 3 palvini bilan kayni-kayndan 3 martam maydonga tushishiga, har bir qitimda birdan xonbalik palvonni cho'qim yengishiga to'g'ri keladi. 3 qitimliq elishishning hammasidan tutib chiqqandila andin to'liq yengan hisoblanadi. Bo'lmasa 2 qitim yengib, 1 qitim yengilib qolgan taqdirdimi yanala to'liq yengan hisoblanmaydi. Şoňa Toğrul Bahadır üçün bugünkü bu elishish to'limu noadillik hisoblansımı, ammo u yurt makonining yuan qo'shinining tömür tapını astida çayilnib paymal bo'ldiganligini o'ylaganda g'ayrati hassilab eshib, raqibi bilan jon tikib elishib, cho'qim yengishga bel bog'lab maydonga kirdi. Onun raqibi Zalma Bahadır, xonbalik qo'shinlarining eng mashhur bahadiri bo'lib, u uzoqdan beri urushlarda o'ziga tig' tekkizmay, chilishlarda yenini yerga tekkizmay kelayotgan intayin takabbur palvon edi. İki taraf bahadirlarni jangi undab chilinayotgan daqi dumbaq sadosi to'xtishi hamon Chag'atay palvini To'g'ril Bahodir bilan xonbalik palvini Zalma Bahodir bir-biriga qarma-qarshi ot choptirib kelishdi. İki tarafning palvonlari maydonning qoq o'ttirsig'i kelganda ho'kirashgan peti bir-biriga tashlanishdi. Ular qo'llardagi po'lat nayzlarini qarshi tarafning kekirdikiga sanjish uchun bir-biriga zarb bilan nayza urishdi. Jang qilgan ovoz bilan tangla ularning ostidagi otlar orqa putlarda dastlab tik turishdi-da, qonliq qattiq kishnib etishdi. Ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan bu arliqda xonbalik palvini Zalma Bahodirning naysi, Chag'atay palvini To'g'ril Bahodirning po'lat qalqiniga jang qilib tegdi. Po'lat qalqin daranglab yerga uchib tushdi. Zalma Bahodir nayzisining uchini uning kekirtigiga sanjishga to'g'rilgan paytda u etining ko'krigi bilan bir uribla Zalma Bahodirni kayniga chekindiribdi. İki palvan bir-biri bilan tunji qitimliq elishishda barobar kelib qilishgandan keyin xeligicha qayta elishishga petin olmay bir-biriga hamla qilishib cho'gilab yurishdi. Chag'atay palvani To'g'ril Bahodir raqibining jangda chiniqqan chabdas palvan ekanligini his qildi. Şoňa ikinci döwram elişganda baýyky dälmi-däl taqabil turuş çarasını işletmey, balki zerbidən dacı biliş, peşva we zerbi beriş çarasını kollanmakçı boldy. Xonbalik palvini Zalma Bahodir bu aq tumşuqqa tunji nayzi uruşydyla onu zıqqı tartalmaganlygyga terikip köp alam tartdy we bu döwram nayzini awal qydymmy qattiq urup bir zarbi bilan sen aq tumşuqni yer işletmeydigan bolsam qulqumni kesitmen degeniçe etiga qattiq bir qamçı saldy. Bunda qattiq qamçı yap ügenmegen at jan jahli bilan yolqunupla xuddi kirishtin üzülgen yağ oqidak qarshi tarafga qarab chapdi. Maydonning o'ttirg'i kelganda Zalma Bahodir qo'lidagi nayzini qalqansiz qolgan Chag'atay palvini To'g'ril Bahodirning yuragini challab qattiq urdi. Biroq orliq bilan vaqtni nihoyat to'g'ri mo'ljallagan To'g'ril Bahodir raqibining nayzini o'zining keksiga qadılay deganda shartida sol yoqqa dajib oldi-da, sol puti bilan uzangini qattiq dasab turib, bir sho'ng'ibla otning qarniga kirib oldi. Andan uzangidan ayrilgan o'ng puti bilan urgan naysisini bo'shqa ketib qolgan aldığı enişib qalgan xonbalik palvani Zalma Bahodirni bir tepibla otdan tik mollaq atqizib o'tdi. Şamaldak uçup ketayotgan atning qarniga yetib olgan To'g'ril Bahodir yenik bir harakat bilan irg'ibla egriga mazmut o'ltirib oldi-da, teqimi bilan atning qo'rsqini qisib turib, o'ng putini uzangiga elib, ching dasab orqasiga qayrilgancha qo'lidagi nayzisini yerga yiqilib atgan xonbalik palvini Zalmaga sanjib etdi. Eğir nayza xonbalik palvonning qilin quyoq savutlarini xuddi qog'ozni tashkandek teshib o'tib, uning ustixonlarini qarsildatib sundurib, dumbisidan teshib chiqdi. Va uning
Eğir gavdisini söylegen beti qalliq uçu bilan yerge mıxlap qo'ydi. Bayatın ularning elishishni diqqat bilan ko'zitib turishgan kishilar hayron bo'lishqandan qo'llarining dumbisini tishlashib, cheqirab ketishdi. Endi bu yigitni oq tumshuq deb masxir qilishga hech kim jur'at qila olmaydi. Mo'ng'ullarning cho'ngxoni Yuan Renzong Börjigin Ayur Bahodir balaning bu yosh yigitga havas kelib qoldi tehi. Almaliq qal'asining sepili ustida turib, To'g'ril Bahodirning tunji qitimliq hayot mamatliq elishida raqibini yer chiltishga ulgurganligini ko'rgan Esan Bug'axon başlıq Çağatay ulusulkilərinin həmmisi öz palvanının qalbisini yıraqda nağır sunay daqqı dumbaq çilib qızğın təbrikləşdi. Asman ziminni lərzigi keltiriyotgan alqış sadalardan şox çiliniyotgan nağırı kanaylardan avazlarının goya mislsiz güzel köy payda bolğandı. Әмдәмчи yurtdaşlarının şadıman avazlarını Irak'tan anlagan Çağatay palvani Toğrul Bahadır teximi ilhamlanıp tomirlarda ıssiq qani dolqulanıp мәвіч uruşqa başladı. O muşu tapda bayağıdınqi harğınlıqlarını bütünlay untugan, özünü qaytadan kuch-quvvatga to'lib taşqandek his qilmoqda edi. Qanni ko'rib quturgan yo'lbosda kalg'i kelgan Çağatay palvani To'g'ril Bahodir etini devitkincha xanbaliq qo'shinlarining xan chidiri oldiga chepib keldi-da, yangi boshdan chang to'sitib palvon talab qilib baqirdi. "Hey xan, qani mening bilan ikkinchi dapquri elishadigan batiring?" Xan qo'lini shiltidi. Bu uning ikkinchi qitimliq elishishni boshlanglar degani edi. Yeni bir qitimliq elishning boshlanganligini bildirib, nag'ri sunaylar va daqqi dumbaqlar chilindi. Xanbaliq qo'shinlarining Bugurchi degan ikkinchi palvini maydonga sakrab tushdi. U Çağatay palvini bilan yayoq elishishni, piyoda qilichvozlik qilishni talab qildi. Çağatay palvini To'g'ril Bahodir lamjim demasdan etidan sakrab tushdi-da, nayzasini yerga qadab qo'yib, qilichini qinidan chiqardi. Xanbaliq palvini Bugurchi saqal burtini qo'yayotgan, tapsi kishanni uzgidak bo'y basti bor, ustixonliq qovul bir yigit edi. Oldida turgan To'g'ril Bahodirning bo'yi aran uning mo'risiga keladi. Baquvvat saqalliq bu yigit o'zining vazmin holatini buzmay turadi. Bayatın o'lgan Zalmi Bahodirdek umu boshdan oyoq temir savut bilan purkangan edi. Uning badanining qilich o'tkidek hech qandaq yeri yo'qdek qiladi. Palvonlar bir-birini sinishib, udulma-udul qarishib turishdi-da, har ikkisi birla vaqtda turgan o'rindan qo'zg'aldi. Ondan qilichlarini bir-biriga shiltishib, g'azab bilan chepishga boshladi. Xanbaliq palvini Bugurchi o'zi tambal, to'liq tashdek ko'rinsimu, ammo tayg'andek apchil chaqqan harakat qiladi. Uning qo'lidagi qilich o'ynabla turadi. Bugurchining orqa-orqadan shiddat bilan qilgan hujumiga bara bardoshlik bera olmay qolgan Çağatay palvini To'g'ril Bahodir asta-asta keyniga chekingila boshladi. Bu ikki raqibning botirlik bilan elishishi xuddi bal qayrib chilishayotgan chilishchilarga o'xshab qelyotdi. Yengish yoki yengilish tamoman biror qitimliq natijasiz harakatga yoki raqibini mo'ljallashdagi xatolikqa bog'liq bo'lib, fursat nihoyatda qisqa ham o'ng'ayliqcha kelmaydiganligi uchun butun gap uningdan qandoq foydalanishda edi. Şuna her qitimliq hujum orlig'idagi ma'lum vaqt ichida hayot mamotlik uchun elishayotgan har ikki raqib butun diqqatini yig'ib qarshi tarafni uzoq ko'rsatdi va to'limi ehtiyotjonlik bilan harakat qilib qarshi tarafda o'zini elishishni xohlamayotgandek sezim paydo qilishga tirishadi. Biroq har biri bu vaqtning nihoyatda jiddiy payt ekanligini, orqadilla tez hal qilg'uch jang bo'ladiganligini tushunadi. Degandek, xanbaliq qo'shinlarining palvini Bugurchi bu yosh Çağatay palviniga qilchmu tinvilishga fursat bermasdan qilichini shiltib orqa-orqadan hamla qilib keldi-da, 3-chi qitimdagi hujumda qilichini ikki qo'llab tutqunicha barliq kuchi bilan raqibining beshiga shiddat bilan chapdi.
Toğrul Bahadır rəqibinin şunda qıldığanlığını mölçərləb yetkənligi üçün dərhal yan tərəfə dacıb aldı. Şiddət bilən çepilgan bu qılıç onun beşiği tegmey yergi tegdi. Biroq bөгürçümü özü çapqan qılıçның toğru bilən dəldügünüb barğınca aldığı düm düşdü. Toğrul Bahadır fürsətdən faydalanıb qo'lidagi qilichni yerda dum yotgan xanbaliq palvini bugurchining chatirqidan qo'rsqiga tiqibatdi. Bu qanliq elishishni ko'rib turgan kishilarga palvon bugurchining jon achchig'ida o'tqa tushgan qildak to'lg'inib ah deb ichinishliq noli qilgan ovozi anglandi. Chag'atay palvini To'g'ril Bahodirning qo'lidagi o'tkir qilich xanbaliq palvini bugurchining Quyoq savudsiz çatırğıdan kirginice üçay bağırını kesip bevasita uning yuragiga berib qadalgan edi. Shu bir yiqilguncha bugurchi yotgan yeridan qayta qo'polmadi. Yiqilgan çelishqi to'ymabdi degandek arqa-arqadan ikki palvondan ayrilib qolgan cho'ngxon Burjigin Ayur Bahodir bola qattiq g'azablandi-da, Chag'atay palvoni To'g'ril Bahodirga hatto tinivilishqimi fursat bermay darhol 3-Boturi Burguda Bahodirni uning bilan elishishga buyurdi. Burguda Bahodirning o'zimi xuddi bir qavandek johil mijozga o'xshash bir qarashdila g'alati ko'rinadi. Uning qizg'uch, ko'rang yapiloq yuzidagi go'shlik panoh burni, uzun qora soqoli, yoshliqidla oqirib ketgan qattiq o'skilang sochlari va mo'ng'ullarga o'xshasa paqirab turgan ko'kish ko'zlari, tövanga tushibrak turgan yelkisi bilan Uyg'urlarga o'xshab ketadi. U xanbaliq qo'shinlarining Nurshavli Mo'g'ulayning qo'l ostidagi bir sarkarda bo'lib, urushlarda o'zining hech nimadan yanmaydigan qaram, johilligi va hech kimga rahim qilmaydigan shafqatsizligi bilan dang chiqargan edi. U uchisiga nefis kiyimdan boshqa hech nima kiymagan edi. "Qani, qilichimning ta'mini tetib baq", deb ho'kirdi u asabiylashgan bo'g'irdak yerni tilg'ab turib. "Sening bilan qilishlashiman. Qani, seni qandoq so'yib tashlaymankin?" Bahodirlar maydonga tushishi bilanla qilishlashib ketishdi. Bir-biriga urilayotgan qilichlarning bisidan uchqunlar vol-vol qilib ha deb har tarafga chachraydi. Oldingi ikki qitimliq elishda ikki palvon orqa-marqa elishib, kuchi butunlay xo'rgan To'g'ril Bahodirga endi uchisidagi quyoq savutlar ig'ir yuk bo'lib to'yilishga boshladi. Uning ustiga uning qilich chapqandagi harakati yelin kiyingan xanbaliq Boturi Burguda Bahodirdek chaqqan va chabdas emas edi. Uning ustiga u tunji qitimliq elishda xato dasab qoldi. Shunga o'zining ojizligini raqibining diqqatini burvitish orqali yoshirmoqchi bo'lsa-mu, ammo raqibi uning bu ojizligini allaqachon sezib olgandi. U Chag'atay palvoni To'g'ril Bahodirga shiddatlik hujum qilish orqali qistimasdan, balki u naga tashlansa, bumi shu tarafga tashlandi. U qandoq harakat qilsa, bumi shundoq harakat qildi. Uni yengishga aldirab ketmay, balki uningga zodi o'zini o'ngshivilish fursati bermaslikka tirishdi. Chag'atay palvoni To'g'ril Bahodir oxiri arslandek g'azabga kelib yo'lvosdak ho'kirdi. Achchiq aqlni kesidi degandek qahr g'azabi uningga raqibini yengish uchun yangi amal choralarni o'ylab tepishga yo'l qo'ymadi. Shundoq qilib uningga avvalgi ikki raqibini orqa-orqadan yengishiga yordam bergan aql farosat jihatdagi ustunligi bilan mijoz xulqidagi so'g'uqqanligi har qanday qilgan bilanmi endi karg'i kelmay qo'ydi. İkki Bahodir 30 martam mushundaq tirkishib elishdi. Oxiri Chag'atay Boturi To'g'ril Bahodir halsizlanib tizilib qoldi. Xanbaliq Boturi Burguda Bahodir naq shu chaqda oldisiga etilgan och bo'rdak uning ustiga tashlandi. To'g'ril kuchlik yashash istigining turtkisida beshig'i chepilayotgan qilichdan o'zini himoya qilish uchun jon achchig'ida qo'lidagi qilichni uning qilchiga to'g'ri tutib berdi. Can qilgan ovoz bilan tangla har ikkisining qo'lidagi qilich sunib ikki parcha bo'lib ketdi. Burguda Bahodir qo'lidagi sunuq qilichini cho'rib tashlab, yenidagi xanjarni sug'urib olgan beti ostiga besib olgan Chag'atay Boturi To'g'ril Bahodirning kekirdigiga bir suribla uning bo'ynini uzib tashladi.
Xanbaliq qo'shinlarining ikki baturini keyni-keyindən yer tishlatkizgan Chag'atay baturi To'g'ril Bahodir yerib mag'durdan butunlay ketganlikdan oxiri Xanbaliq qo'shinlarining 3-chi qitimda maydonga tushgan baturi Burguda Bahodirning qo'lida mushundaq echinishli holda o'lib ketdi. Mushu chaqda xan chidiri tarafdan qattiq gümbirlab chilingan dumbaq ovozi anglandi. Bu elishishning oxirlashganligidan derak beradigan dumbaq ovozi edi. Xanbaliq taraf bilan Chag'atay xonligi taraf o'ttirsida atdigandan beri tangsizlik ichida davom qilayotgan bu qonliq elishish mana mushundaq oxirlashdi. To'g'liq Temirxon 37-batdan boshlandi. Yuan sulolasi podshohi Yuan Renzong Börjigin Ayu Bahodir bola bilan Chag'atay xoni Esen Bug'axon o'ttirsida qisqala suhbat o'tkazildi. Suhbatda Esen Bug'axon Xanbaliq taraf o'ttirg'i qo'ygan sulhiy shartlarga ma'qul bo'lib, keyingi chaqlarda Chag'atay ulusining beshiga baloyi ofat akelgan ahonatlik shartnomaga qo'l qo'yishga majbur bo'ldi va 3 oy suruk ichida 3 tuman yilqa, 500 g'ulam, 500 kinazakni Xanbaliq tarafga yetkazib berishga qo'shildi. Yuan Renzong Börjigin Ayur Bahodir bola o'z qo'shinlariga darhol chekinishga farmon tushirdi. Shuning bilan Xanbaliq qo'shinlari to'p-to'zdib, asta-asta Almaliq qal'asi bilan Yamato kechkidan ko'k ertish bo'yiga chekinishga boshladi. Xanbaliq xoni bilan Chag'atay xoni o'tirsida bu ahonatlik sulhi imzolangan vaqt milodiya 1315-yili, ya'ni To'shqan yili bo'lganlikdan tarixchilar buni To'shqan yilidagi ahonatlik bitim deb tarixga putib qo'yishdi. Yuan sulolasi bilan Chag'atay xonligi o'tirsida imzolangan bu bitim shu chaqlarda O'rta Osiyoda kuchlik el hisoblanadigan Chag'atay xonligining belini o'shtib tashladi. Bu bitim tufaylidan Chag'atay xoni Esen Bug'axon bekardan bekarg'ila o'zining beshiga pisht silib oldi. Shuningdan e'tiboran Chag'atay xonligida urush, g'aliyan, shaqqi qo'ngan qushqashdek ko'payishga boshladi. Har millat xalqi xo'rliq, jabr, zulm girdobiga kelib qoldi. Nazm. Çöl şamili o'xshash turmush darvon o'tar. Qayg'u shodliq yaxshi bilan yomon o'tar. Jafo salsa zolim bizga o'z bo'ynida, salgan jafo bizda qolmas hamon o'tar. Shayx Saidi.